Yuhanno 3-bob. Yahudiy yo'lboshchilardan Nikodim ismli bir odam bor edi. U farziylar mazhabida edi. Bu odam bir kuni kechasi Isoning oldiga kelib, unga dedi: Ustoz, siz Xudodan kelgan bir muallim ekanligingizni biz bilamiz. Agar Xudo siz bilan bo'lmaganda edi, siz bunday mo'jizali alomatlarni qila olmas edingiz. Iso unga shunday javob berdi: Sizga chinini aytay, qaytadan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligini ko'ra olmaydi. Keksa odam tug'ila olarmidi? U onasining qorniga qayta kirib, yana tug'ila olmaydi-ku. dedi Nikodim. Iso shunday javob berdi: Sizga chinini aytay, suvdan va ruhdan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligiga kira olmaydi. Odam jismonan ota-onadan tug'iladi, ruhan esa muqaddas ruhdan tug'iladi. Sizlar qaytadan tug'ilishingiz kerak deganimga taajjublanmang. Ruh xuddi shamolga o'xshaydi. Shamol istagan joyda esaveradi. Uning tovushini eshitasiz-u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysiz. Ruhdan tug'ilgan har bir kishida ham shunday bo'ladi. Bu qanday bo'lishi mumkin? deb so'radi Nikodim. Iso unga shunday javob berdi: Siz Isroilning ustozisiz-ku. Nahotki shuni bilmasangiz? Sizga chinini aytay, biz bilganimizni so'zlaymiz, ko'rganimiz haqida shahodat beramiz. Lekin sizlar bizning shahodatimizni qabul qilmayapsizlar. Agar sizlar yerdagi narsalar haqida aytganlarimga ishonmasangizlar, samoviy narsalar to'g'risida gapirganlarimga qanday ishonasizlar? Osmondan tushgan inson o'g'lidan boshqa hech kim osmonga chiqqan emas. Musa sahroda bronza ilonni xodaga mahkamlab, qanday yuqoriga ko'targan bo'lsa, inson o'g'li ham xuddi shunday yuqoriga ko'tarilishi kerak. Shu tariqa iymonga kelgan har bir kishi u orqali abadiy hayotga ega bo'ladi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishonganlardan birontasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan, chunki u Xudoning yagona o'g'liga ishonmadi. Hukm shunday dalilga asoslangan: dunyoga nur keldi, ammo odamlar nurdan ko'ra zulmatni yaxshi ko'rdilar, chunki ularning qilmishlari yovuz edi. Qabihlik qilgan odam nurdan nafratlanadi. Qilmishlari fosh bo'lmasligi uchun u nurdan qochadi. Haqiqat yo'lini tutgan odam esa nurga keladi. Bunday odamning ishlari Xudo orqali qilinganligini nur hammaga ayon qiladi. Shundan keyin Iso shogirdlari bilan Yahudiya o'lkasiga bordi. Iso ular bilan bir qancha vaqt u yerda qolib, odamlarni suvga cho'mdirdi. Yahyo ham Salayim degan joyning yaqinidagi Eynon yerda xalqni suvga cho'mdirardi. U yer nihoyatda sersuv edi. Odamlar doim Yahyoning oldiga kelib suvga cho'mdirilardi. Bu hodisalar Yahyo zindonga tashlanishdan oldin yuz bergan edi. Shu mahal Yahyoning shogirdlari bilan bir yahudiy kishi orasida tahorat haqida bahs bo'ldi. Ular Yahyoning oldiga borib dedilar: Ustoz, Iordan daryosining sharqiy qirg'og'ida yoningizdagi bir odam haqida guvohlik bergan edingiz-ku. O'sha odam xalqni suvga cho'mdirib yuribdi. Hamma uning oldiga boryapti. Bunga javoban Yahyo dedi: Agar osmondan berilmasa, inson hech narsa qila olmaydi. Men Masih emasman. Faqat uning oldidan yuborilganman deb aytgan so'zlarimga o'zlaringiz guvohsizlar. Kelin kuyovga tegishlidir. Kuyov jo'ra esa kuyov yonida turib,
uning ovozini eshitganidan sevinib xursand bo'ladi. Xuddi shunday men ham bugun benihoyat shodman. Masih yuksalishi, men esa pasayishim kerak. Yuqoridan kelgan zot hammadan ustundir. Yerdan bo'lgan odam yerga mansubdir va yerga xos masalalar to'g'risida gapiradi. Osmondan kelgan esa hammadan ustundir. U ko'rgani va eshitgani haqida guvohlik beradi. Ammo hech kim uning guvohligini qabul qilmaydi. Uning guvohligini qabul qilgan kishi esa Xudoning haqligini tasdiqlaydi. Xudo yuborgan zot Xudoning so'zlarini gapiradi. Zero Xudo o'z ruhini unga cheksiz, o'lchovsiz beradi. Ota o'g'lini yaxshi ko'radi. U hamma narsani o'g'lining qo'liga topshirgan. Xudoning o'g'liga ishongan har bir odam abadiy hayotga ega bo'ladi. O'g'ilni rad etgan odam esa hayot ko'rmay, Xudoning g'azabi ostida qoladi.